Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu oyoq kiyimni necha pulda o'ylaysizlar? Chista Xitoy. Mana shu oyoq kiyim atiga 75 ming so'm ekan. Hozir men aytganga men ishonmagan edim. Hozir uyga kelib mana katta avionni ko'rdim. Mana. Dona olasizlarmi, Optim olasizlarmi 75 ming so'mdan ekan. Brend. Hammasi brendda yopti mana oyoq kiyimchilar. Shu original. Yengil oyoq kiyim desangiz, mana yangicha dizayn. Kimga shunaqa oyoq kiyimlar kerak bo'layotgan bo'lsa, sirazi foydalanib qolayotgan joyi. Katta ob'yom olayotganlarga skidkalarimiz ham bor deyapti. Nasib bo'lsa, hammasi sifatli oyoq kiyimlar. Atiga 75 ming so'm. Men shu oyoq kiyimlarni men internetlarga ko'radim. 250 ming so'm, 300 ming so'm qo'yadi. Hozir 75 ming so'm ekan. Bitta normal biznesmen olib turib, olna bitta do'kon ochib biznesini boshlayversa bo'ladi. Aksiyalari ham bor ekan. Atiga 3 kun bo'lar ekan bu aksiya. Kelib ulgurib qolsanglar, nasib bo'lsa zo'r narsa. Hammangizga tavsiya qilib qolamiz. Pastga telefon raqamlarini qo'yamiz. Sirazi o'tib bog'lanib, mana shu kim qiziqayotgan bo'lsa, mana shu sifatli oyoq kiyimlarni xarid qilsa bo'ladi. Bu yerning manzilini sizlarga qisqacha tushuntiraman. Urgut Kurugdan Samon bozor tarafga ketaverishda Do'safti tepasiga ichkari tor ko'chacha. Telefon raqamlarini qo'yamiz, sirazi aloqaga chiqinglar. Foydalanib qolinglar.